Messi or Ronaldo? Ronaldo. What about you, Messi or Ronaldo? Ronaldo. Me ask me. Messi or Ronaldo? Sadio Mane. Wallahi. Sadio Mane qishloqdoshlariga oylik to'laydi. Sadio Mane Senegal davlatining Bambali qishlog'ida tug'ilgan va uning bolalikdagi qishlog'i juda nochor bo'lgan. Sekin-sekin u katta futbolga qadam qo'ydi va qishlog'iga juda ko'p xayriya qila boshladi. Dastlab $600,000 Mane qishlog'i uchun shifoxona qurdiradi. Undan tashqari benzin shoxobchasi va islom diniga e'tiqod qiladigan Bambali aholisi uchun masjid ham qurdirgan. Keyinchalik Sadio $300,000 maktab ham qurdirib berdi. Yana bir ma'lumot, Bambali qishlog'idagi 2000 ta aholining har bir oila boshiga har oyda $100 dan berib keladi hozirgacha, prям bu oylik sifatida. Va Manening yana bir qilgan yaxshi ishlaridan biri u o'z qishlog'iga 4G internet tarmog'ini ham